Nimaga aylanmay? Odammasman qol desam, odammasman qol desam, ketaver, ketaver, nomard bo'lay qol desam. Bolam, tinchlikmi? Bu bilan chaqdimi? Sevgidan kuydim men dada. Qayerga kuydi, nima bo'ldi? Rekol qilmang dada. Yo, bez prikol nima bo'ldi, bolam? Sevgan qizimni boshqa bola bilan ushlab oldi, представляешь? Qo'ya shunga siqilasanmi? Yo, meni nimam kam o'sha bo'ladi. Oshiq, senda ko'p. Qo'y bolam, siqilma, xonangga kir. Onangga aytaman, yig'ishtirib qo'yadi. Tozalab qo'ysam. Ha, tozalaydi. Sen sindiraver, onang tozalaydi, onang nima ko'r. Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim. Sevgilim moliga sevishib kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shuningiz. Va chershi muzikangni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam mayli. Bo'ldi, jonga ham tegding, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana onang bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'g'li zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Sog'lom, xayr. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qo'z? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevish kelay. Shuningiz kimga tortdi? Raddimda nita tortgan. Ha? Aksher nita tortgan. Odammasman qol desam, odammasman. Kompot bolam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilariga eshityapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat romlar, ishonchli romlar bu. O'lama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimning rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома? Сейчас? Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti. Bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balla qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi, turmasi bor. Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharaday qo'zg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu sifatli vafli-tovaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter, bitta terib olib kelib. Ay, qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada, Ket, turqing qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi, qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Rahmat bolam, menga maoshim berdi. Senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa maoshlar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bolam. Hadi o'g'il. Yaxshi. Ha, qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha, o'g'lim maoshim podarka qilyapti. Ko'ryaman, shuni imijimida topshirsa bo'lardi. Hammaga ko'z-ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi Ya bu ko'rolmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman, bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar. Lekin endi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, suf sanga deb yoraman. Seni bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Ancha nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir.
Olib kiraman narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Mana Turg'un aka. Purchoskani qara. Palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z-ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qildi. Onang, zo'r qilibsan. Bugun davlatim otamga 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Oching. Voy kalam. Assalomu alaykum aka. Nima bo'lyapsanlarga, ha? 21-asr yoshlar nima? Hamma narsani ko'z-ko'z qilib berasanlarmi? Endi otam xursand bo'lsin. Otangni og'ziga oshpalov, qayerdan olding uyni? Tavrappi yangi O'zbekiston massivida remonti bor, kadastri tayyor. Shundoq kirib yashaydigan uy oldim. Buyurmasin, buyursin. Lekin qara, seni videoyini ko'rib, ana puli yo'q bechoralar ko'rsa nima qilishadi? Ozun ular ham. Qaysi puliga oladi bu? Boshlang'ich 25-30% pulini to'laydi. Yetmagan pulini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yuradi, amaki. Baribir noto'g'ri qilyapsan-da, uka. Nima qilaylik, amaki? Qisib ber, otang uxlaganda oldiga sekin olib borib ber, hammaga tomosha ko'rsatishing shart emas. Otajon, sizga belik sovg'a qilmoqchiman. Endi piyoda yurmaysiz. Enangni yerga shunday qilib oddiy qilib topshirasan, xo'p? Qanday qilib topshiray, otajon? Qani afarmileniya, qani bantik, qani odamlar ko'z-ko'z qilish uchun. Nimaga Instagramga qo'ymayapsan sen? Siz unday narsalarni xohlamaysiz deb o'ylabman. Kim xohlamaydi? Hamma ota xohlaydi. Prosta ko'ra olmasligimdan gapirdim ularga. Axir unday qilsam odamlar nima deydi, otajon? Odamlar nima deydi? Ha? Odamlar nima deydi? Ha? Odamlar bilan nima ishim bor? Odamlar menga nima berdi? Odam kishmas qor bo'ling dada